Kengsi. Yaxshimisiz? Men 5000 ko'yning karimi selaydi. Ha, bo'ldi, biroz saqlab qo'y. Saqlab bo'ldi efendim. Qani berdi. Qancha uchirib bad. Ba, kengsi. Pek qimmat bijagan. 5000 ko'yda ko'mib turibmi? Ha, bo'ldi efendim. Sen saqla. Men sizdan 5000 ko'yda ko'masiz. Rahmat. Ha. Voy, nima qildik? Ma'vo nima ish qilyapmiz? Bankdan dayko olyapman. Mening 5000 ko'yam, men daykon bijasam, mening pulimni qilsam, mendan bijirish daykonni. Qo'llarni dadvammi adash? Men bankdan oldim men daykon nazar. Men bayatdan taqsib qo'ysam, sen kelib daykon bijirma deb, mening pulimni aytamsa, ekiladi. Ekiladi. Hadi men qishamda ya, bu qizning oilamda, ha? Uylangan bo'yniqni o'ynaydigan ishim bo'lsa. Yaxshimi? Yaxshi emas, men turman VIP ma deyishdigan ish var yerda. Bu mening pulimda. Hakkı daykon bijiryapmiz ajab. Efendim bu bankdan puli. Qanda bankining puli de, men o'z ko'zim bilan ko'rdim, boya men niya qo'yib qo'ydim 5000 ko'yamdan sen saqlading. Uni keyin ma'bi kelib bijadi. Sen mening pulimni menda ham berib berding, mening pulim ma'vo. Ekilar 5000 naira sanmayman. Kechirib. So'kigina meni mehmoni bilsa, necha qatim keldim men. Nima? 20 mingdan tuvan pul oldigan ishingiz bo'lsa, avtomatik mashinada e'lon. Men Guytayda 20 mingdan tuvan pul olmaydi. Pek peydu jiqgan, qumdek gap qilma. Qancha pul og'ildi? 20 mingdan usul pul olsangiz Guytayda og'ildi. 30 ming qo'yam bor, hammani olib chiqarib ola. Ma'qul bo'ldi efendim. Mehmon deb ham sen bilasan, bek to'liq kelganman miyaga. Efendim, bankda pul qolmabdi. Ha? Nima shopda? Bankda pul qolmabdi efendim. Men sizga kelar hafta 3 kunga yo'l qilib beray pul ilishingizdan. Ha, nomer elyapman. Ejab bu pul sağanda, unda gap yo'q. Efendim, pul saltgansiz oldin yo'l qiblay, kelar etkilay, andin shu chaqda pul selvelang demaysa. Hem ma'atda pul saldi qalabak jiqlab ketdi. Xapomman gibi demaysa, bosh salsa. Endi men pul oldigan vaqtda yo'l qildigan chiqib qoldim ha. Nech pul var ekan tekshira bankangda? Banka 20 ming var efendim. Alda hemen. Qo'mir aplan bo'la. Efendim bu pulni nima chiqishsiz? Pulni elib qala. Ko'zangi qaltib qo'yib, qarshi tarafdagi banka selaytman. Pul degani hajlimanda. Efendim bu pulni nima ishlatmoqchi? Ochingizni olma, to'y qilaman. Bo'ldimi? Uning keyindan ma'vo Afrikada bir karkidan bor ekan. Şunu elib, vital setib elib, yo'qog'idan bir eshak setib elib, ikkisini changlashtirib, 100 va eshak chiqaraman. Uni keyin eshakdan birini setib elib, uningki kapini kesib bilan qaqlab kavob qilib qo'yaman. Hem onun kendim men muzdek degan ichimlikni men eg'izib faqat yechilmadi, to'lg'ishib. Buni elib, zavotga iyon qilaymi deyman, eg'izni bir o'ngshab qo'yson. Bo'ldimi? Yetarlikmi? Efendim chaqchaqimman, bizning bundan so'rashimiz telegraf aldamchilikni oldini olish uchun cho'qim bu pulni nega ishlatasiz deb so'raymiz. Chunki nurg'un odamlar bu pulni ilib, notanish odam birib oldinib ketib bordi. Ya'ni boshqa saxtpazlarning qo'liga tushib bu pul oldinib ketib bordi. Shuni bizning bundan so'rashimiz kerakki, bankaning tuzumi. Bu pulni nega ishlatasiz? Unda olsa deyli. Men aldandim. Men hozir pulni elib qo'ymi chiqib berimi, aldam chiqib berimi. Lekin men o'zim bilmayman aldanganimni. Sen so'rding nimaga ishlatasiz deb. Men dedim yolg'onlardilar. Balam doktorxonada og'rib qolganda men ashun pul lozim desam, beramiz bermamsa. Berma efendim. Men emasman, nim politsiyam da olsa. Qasiga yeji to'ldirishni so'raysa, men nima ishlatdingiz, nimaga ishlatdingiz deb pul sog'anda nimaga soldingiz buni demaysa. Shunami? Chiqmaskil yiltizdan ne olmaydi bu bunda so'rab qo'ysanglar. Men chuvosi var o qarang. Aldamchilarning hammani yig'ib ekilib chiqib qanaydilib tutib. Aldamchi. Xalqning pulini ananing aqvon bitadi desa ku tugadi. Ekilib. Kengsi, siz pul olamsiz, pul solamsiz? Ya, men hech narsa qilmaydim, shu taklif qildim.